Hop. Yana bitta ko'raylik shuni. Hop. Mana ko'rayotgan narsamiz hozir isparitel bo'ladi. Hamma biladi buni, isparitillar. Ichi yoqqa to'lib qolgan, hop, xullas keyin bo'ladi. Bitta ko'rsatib qo'yay. Mana shu isparitelimiz mana shu qora bo'ladi, zaslonga qotadigan joyda bo'ladi mana. Mana shu joyda. Bir minut. Akamizda bo'layotgan muammosi Cobalt, оборот turib qo'yapti. Gazda ham, benzinda ham постоянно shunday bo'lyapti. Sababi mana sapun klapanimiz o'lib qolgan ekan, kegalar tekshirsak, havoni poshilab so'rib turgan ekan. Bunga e'tibor berilmagan, endi yil davomida endi shunday bo'lib kelgan, o'lgan sapun. Sapun vaqtida qo'yilmagan hisobiga mana yerdan havoni so'rib, mana isparitel, kondensat yog'larni hammasini mana shu isparitel ichiga, kollektor ichiga yog' to'lib qolibdi xullas. Hozir yuz qilib o'zini programmasini zavodskiy yozgan taqdirda ham оборот turib qolaveradi. Bu muammosini hal qilish yo'li bitta. Isparitel ozgina vaqt sapuni zagushka qilib qo'yiladi, yo'q bo'lmasa isparitel materiyasi yechib turib bitta tozalab yuboradi. Shu bilan yo'qoladi shu muammo. Ungacha lekin mana shu vang'illab turaveradi. Sababi ichida yog'i bor, ham yoqqa havo aralashib, masalan, to'xtagan holat xalos to'qsani ham shu yog'i ham so'rib, plus bag'dan ham benzin berganini yo gaz berganini hisobiga vang'illab turib qolishi kuzatiladi akamizda. Оборот umuman tushmay qolgan. Qaytarib o'taman, оборот turib qoladi. Kelib turib xalos to'qiganda ham, benzinda ham, gazda ham. Vaholanki bunga DMRV qo'yib ko'rildi. Skorzachi yuzib ko'rildi. Unda ham skorzachi yuzganda imkoniyati tushyapti, lekin bab turib qolishi bor. Atmosfer havo so'rishi yo'q. Zaslonga tozalangan 100%. Qolgan tomonda umuman muammo yo'q. Buni o'sha gnezdo ham ko'tarib kelingan ekan. Shu holatda hozir tekshirganimizda birinchi o'rinda mana o'lganning hisobiga zagushka qildik va tekshirishga qaror qildik. Tekshirganimizda adashmadik, ichi yoqqa to'lib bo'libdi. Xullas zavodskiy programma yoziladi. Shu bilan yurib borsalar, shu bilan o'tib ketadi, xudo xolos.